Assalomu alaykum azizlarim. Bu hafta, yangi hafta bizni nimalar kutmoqda deb ko'rib chiqamiz. Qanaqa energiya ichkarisida bo'lishimizni ko'rib chiqamiz. Yoki qanaqadir bir tavsiyami, motivatsiyami, bizga nimalar bor bu hafta uchun, biz uchun qanday xabarlar bor. Bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan, birinchi va ikkinchi. Ikkalasidan bittasini tanlaysizlar va boshlaymiz. Birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun bu hafta nima kutmoqda? Qanaqa energiya ichkarisida bo'lamiz? Qanaqangi motivatsiyalar, qanaqangi fikrlar ko'rsatadi bizga? Bu hafta ichkarisida deyapti, sizni energiyangizni, sizni kuchingizni yemirib tugatadigan insonlardan uzoq turing. Ya'ni bu hafta ichkarisida kimlardir sizdan yordam so'rashi mumkin, lekin aytibdiki, to'g'ri yordam berish kerak. Ya'ni har narsani me'yori bo'lishi kerak demoqda. Ya'ni yordamlar sonini ozroq cheklashingiz kerakligini ko'rsatyapti. Ya'ni insonga qanchalik yordam bersangiz, ular uchun ham zararlidir ba'zan deyapti. Chunki bu safar sizga suyanib qolib, o'zini takomillashtira olmaydi. Ya'ni o'zini nima deydi? Takomillashtira olmaydi, o'zini rivojlantira olmaydi. Doimo sizga suyanib qolish natijasida hayotiy yo'lini topolmasligi mumkin. Aytadi-ku, asalni ham ozi shirin deb, yordamni ham ozgina ozrog'i ma'qul ekanligini ko'rsatyapti. Shundagina deyapti, qarshidagi insonlar ham o'zini iqtidorini, o'zini layoqatini kashf etib, o'zini rivojlantirishga o'tadi. Ya'ni yordam masalalarini ozroq kamaytirish kerakligi ko'rinyapti. Yaxshilik har doim yaxshi, lekin o'ta nima deydi? Ko'pi ham zararli. Bu hafta yana sizni dam olishga ehtiyojingiz borligi ko'rinmoqda. Ozroq dam olib, ham psixologически, ham nima taraflaridan o'zingizni kuchaytiradigan bir vaqt ekanligini ko'rsatyapti. Ozgina damga ehtiyojingiz bor, kuchlaringiz tugagan, ham psixologически, ham vujudsal kuchlaringiz ancha ozaygan. Ozroq o'zingizga dam bering. Ozroq nima deydi? Telefonni ham ozroq bir chekkaga surib qo'ying. Bu ham nima deydi? Telefonlar ham hozirgi vaqtda insonni charchashiga sabab bo'ladi. Ham vujudan, ham ruhan charchashiga sabab bo'layotgani ko'rinmoqda bu yerda. Ozgina ba'zi zararli odatlarni kamaytiring, o'zingizga vaqt ajrating va ozroq dam oling deyapti. Bu ham charchagan vujudingizni yana o'z holiga qaytishiga va ruhiy zo'riqishlaringizni ham kamayishiga yordam beradi. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimizni bu hafta nimalar kutmoqda? Qanaqa energiya ichida bo'lasiz? Qanaqangi tavsiyalar, motivatsiyalar kutmoqda bizni? Aytibdiki, qandaydir ishni boshlash yoqasida yoki qandaydir maqsadni amalga oshirish yoqasida bo'lsa, hozirgi vaqtda bu narsadan ozgina cho'chib qo'rqib turibsiz ekan. Bo'ladimi, bo'lmaydimi degan fikrlar, lekin aytayaptiki, tavakkal qilish kerak deyapti. Yo'lingizda qanaqangi to'siqlar uchrasa ham har doim sizga yordam beruvchi insonlar bo'ladi. To'g'ri, bu yo'lda deyapti, sizni oyog'ingizni chalib yiqitishga harakat qiluvchi insonlar yoki bo'lmasam zarar beruvchi, sizni muvaffaqiyatingizni tilamagan insonlar bo'lishi mumkin, lekin bu hammaning hayotida bor. Nima deydi? Shunaqa bo'lar ekan, bunaqa bo'lar ekan degan taxminlar bilan o'ylanib o'tirib qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni to'xtatib qo'ymasdan, eng yaxshisi deyapti, davom eting deyapti. Chunki hech nima kurashsiz bo'lmaydi. Aytadi-ku, chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi deb. Yo'lingizda hali uchrashi mumkin bo'lgan to'siqlardan qo'rqib yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqib qadam tashlab o'sha rejalashtirgan narsalaringizga qadam tashlashdan chekinib turibsiz ekan, lekin aytayaptiki, otil deyapti. Buni sinab ko'rmasdan turib bilolmaysan. Ya'ni hech bir narsa bir tekisda ketmaydi deyapti. Bu siz uchun ham hayotiy tajriba bo'ladi, ham yo'lingizda to'siqlar chiqish jarayonida
bu to'siqlarga qarshi kurashayotgan paytingizda yana ham kuchlanishingiz ko'rinmoqda bu yerda. Hech narsadan qo'rqmang, nimanidir sinab ko'rishdan tap tortmang. Hali beri bo'lmagan narsalar uchun siqilib stressga tushishga kerak yo'q. Qandaydir taxminlar uchun, misol uchun bu ishni boshlasam yoki mana shu qiz bilan ko'rishsam, yo shu bilan turmush qursam, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hali beri hayotingizga kirib kelmagan voqea hodisalar uchun miyangizda keraksiz o'y-xayollar bilan o'zingiz charchatib, kuchingizni tugatyapsiz. Hali beri bo'lmagan narsalar uchun qayg'uryapsiz. Eng yaxshisi o'sha yo'lga tushing. Ya'ni yo'l o'zi ko'rsatadi, yo'l o'zi manzilga olib boradi. Yo'l ba'zan o'nqir-cho'nqirli bo'lishi mumkin, chapga o'ngga burilishi mumkin, lekin bulardan cho'chimang deyapti. Yo'lda oxirida sizni murodingizni hosili, barakali bir hosil kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.